O'g'limni mendan o'g'irlashdi. Endi esa qaytarish evaziga hayotimni so'rashyapti. Men hayot olaman, hayot bermayman. Po'latni oldiga bor. Hamma ishini qo'yib, Doğu'ni o'ldirishini xohlayotganimni yetkaz. Po'lat bu ishni qilmaydi. Qilmasa Po'latni o'ldir. Xush kelibsiz. Sen bilan gaplashib olishim kerak. Marhamat. Doğu Eshref o'g'lini taniysanmi? Taniyman. Yaxshi, uni o'ldir. Unchalik tanimayman. Hurmatli Qoraxonlikning buyrug'i. Bu buyruq muhokama qilinmaydi va surishtirilmaydi. Doğu Eshref o'g'lini bu ishni ortidan biz chiqmaydigan shaklda o'ldirasan. Men yollanma qotil emasman. Bu hurmatli Qoraxonlik uchun juda muhim. Bundan buyon Po'lat Alamdar degan shaxsning tirik qolishini shu buyruqni bajarmasliging belgilaydi.